to'y hashamlarda qatnashganimda aytamanki, xudo xolasa ko'nglimdagi insonni uchratib turmushga chiqsam, bu safar mana bunaqa bo'ladi deyman. Aytishim shartmi? Rostdan o'zimni bekitib qo'yganman-da, ochishga ozgina qiynalaman. Aytish xohlamasdim. Qanaqa bo'lardi? Endi ba'zan balki ayrimlarga bu narsa g'alati tuyulishi mumkin, lekin xuddi deyarli birinchi marta turmushga chiqayotgandek bo'lishni xohlardim. O'sha bo'yimdan ancha baland o'g'lim yonimda turib, men bilan birga raqsga tushishini, turmush o'rtog'im bilan raqsga tushishini, hamma baxtiyor bo'lishini, san'atkorlarni ketma-ketligi unaqa tiqilinch bo'lmasligini, hamma narsa ko'ngil uchun, ruhiy bir ozuqa uchun bo'lishini xohlardim.